2 yoshli o'g'lim bilan ikki xil uzumni mukbang qilamiz. Qaysi biri o'g'limga ko'proq yoqar ekan? Kenchani bismillah. Mashiso? Men bunisini yeb ko'raman. Bu ko'ki Koreyada juda ham mashhur. Qisir qilarkan bunisi. O'g'lim uzumni ichidagi urug'ini yeyolmaydi. Koreyada ba'zi uzumlarni po'stlog'i shunaqa qalin bo'ladi va achchiq bo'ladi. Menga yoqmaydi shuning uchun. Qisirlashni eshitdinglarmi? Mashiso? Igi mashiso. O'g'limga bunisi ko'proq yoqdi. Qani biz qora uzumni ta'mini ko'ramiz. Bunisi ham yaxshi ekan. Lekin po'stlog'i qalin ekan. Shuning uchun o'g'limga yoqmadi shekilli. Po'stlog'i juda qalin ekan. Tamamda. Shunisi shirinroq ekan. O'g'lim uzumni yarimta qilib tishlab yeyapti, qaranglar.